Erim meni himoya qilmaydi. Hech qachon sevimli bo'lmaganman. Va umuman hech qachon chiroyli va jozibali ham bo'lmaganman. Ko'p yillik faoliyatim davomida har gal bir xil so'zlarni eshitdim. Men har safar o'ylardim, nima uchun ayollar azob chekish kerak va nima uchun ayollar yordam so'rashdan uyalishlari kerak. Hozir men juda xursandman, chunki bu muammoga yakun yasash vaqti keldi. Bu aynan ayollarimiz uchun maxsus yaratilgan, hech kim aytmaydigan yoki aytishga uyaladigan bilimlarni sir qoldirmasdan o'rgatadigan birinchi dastur. Bu nafaqat mukammal kurs, balki sizni o'zingizni shaxsiy o'zgarishingiz mumkin bo'lgan yagona yo'lingizdir. Men Shahzoda Jahangirovna. Bu loyihada sizning yo'lboshchingiz psixolog va seksolog. Sizning his va hirs-tillaringizni boshqaruvchi mutaxassis. Va men Muxtasar Nazarova. Sizni betartib fikrlaringizni tartiblashda yordamchi psixologingiz bo'laman. Va men seksolog psixolog Sevara Farhadovna, sizni jinsiy og'riqlaringizni biladigan va unga yechim beradigan mutaxassis. Men Ferude Kovach, intim gimnastika mutaxassisi, ichki go'zallik va kuch yo'li. Va men dietolog nutrisolog Xurshida Bonu Xurshidovna, hech qaysi taomlardan cheklanmasdan turib sizlarga sog'lom ozishni o'rgataman. Va men arabcha raqs instruktori Hasanova Dilshoda sizlarga bu loyihada bomba energiya beraman. Men Kamola Javharova sizlarni ichki va tashqi holatingizni uyg'unlashtiraman. Kompleks yondashuv bilan nafaqat jismoniy, balki ruhiy, hissiy va eng asosiysi maxfiy sizni ishtirokingizni hech kim bilmaydi. Joziba 18+ loyihasida siz haqiqiy o'zligingizni kashf qilasiz.